Xo'p, ustoz, qarang, bu kutubxonaga sizni birinchi salishmasam, xudo xolasa. 26 kutubxonaga asos solibsiz. Menga aytib o'tgan innovatsiyalar zo'rsa qiziqtirdi. Obunachilarimizga hech bo'lmasa bittasini qiziqtirish uchun ayting, qolganlarini kelgandan keyin ko'rishadi. Nima yangiliklar bor? Men ikkitasini. Ikkitasini aytaman. Xudo xolasa men shu yerga book sharing degan ancha loyihamiz bor edi. Uzoq bu degan kitob sotib olish hammaning qurib yetmasligi mumkin. Shunday odamlar uchun shu yerda bir 200 tachadan 500 tagacha yaxshi kitoblar unaqa eski hech kim o'qimagan kitoblar emas. Yangi kitoblar xudo xolasa ism familiya bilan kim o'zidan yaxshilik qilsin desa o'sha odam nomini qo'yib qo'yamiz. Zo'r. Mashti mo'ljallaymiz o'sha narsani. Kitobni. Zo'r. Xullas siz masalan All Over the Night Atmoatlar degan kitobni shu yerga mendan savob bo'lib tursin deb yozib ketsangiz, men talabaman, keltirgan kitob olishga huquqim yo'q. Xuddi shu kitob miqdorida bir kitob olib kelish mumkin. Misol uchun Haqiqatgan ahmoqlar 8 soat o'qiydi. Keldim, ismim bilan yozib, shuni qo'yaman, o'zimning kitobimni sizga olib ketaman. Istalgan kitobni tanlab olib ketish. Faqat miqdori bir-biriga yaqin bo'lsa bo'ladi. Zo'r, lekin bunaqasini oldin eshitmagandim. Kitob olib kelasiz, kitob olib ketasiz, almashtirib yil davomida hamma kitob o'qib chiqsa bo'lar ekanda, pul sarflamaysiz. Qoyil lekin. Xullas kalom. Keyin eng qizig'i o'sha kitobni yana qaytarib olib kelaverasiz, almashtiraverasiz. Yilda oxirida jamoadan keyin hamma kitoblar joyiga keladi. Siz o'sha siz tashib ketgan kitobingiz, birinchi tashib ketgan kitobingizni olasiz. Achiq bo'lib turadi. Eng qizig'i ochganingizda kimlar o'qigan, hammasi ism familiyasi bilan chiroyli o'tizlar yozib ketgan bo'ladi. Rahmat sizga aka, shu kitobni o'qidim. Kitobingizni yil davomida nechta odam o'qigan, rahmatnomalarni o'qib turib, bir xursand bo'lasizki, o'qiyotgan paytda son bo'lib turadi. Bu kishi loyihasi ko'p inshaalloh umidim bor. Masalan, biz bu yerda faqat kitob sotuv emas, kitob o'qish madaniyatini shakllantirmoqchimiz. Mana shu yerda katta haligimiz bor bo'lsa, nima? Direktor do'stimiz. Bu yerda o'sha butun jamiyat tomonidan eng ko'p o'qilgan kitoblardan kelsangiz 20 tadan test turadi. O'shani bitta belgilab chiqasiz. 15 tadan ziyod topsangiz, ya'ni bu 75% yuqori bo'ladi. Sizga yaxshigina skidka bo'lib chiqadi, chegirma. Gap yo'q lekin morim. Shu joyga hissamizni qo'shayotganimizdan xursandmiz. Bugun hozir kech bo'lsa ham keldik. 1-fevralda ishga tushish kerak. Biz shu yerda dizayn, remont ishlari bo'yicha Prezident dizayn kompaniyasi hissasini qo'yish arafasida. Bu yerda hozir Baxtiyor akamiz o'lchyapti, lekin gap yo'q lekin. Baxtiyor aka, qo'y deb qo'ying. Olgam lekin gap yo'q. Ham dizayner, ham mebel bo'yicha hamma tomonlama olgam zo'r ekanlar, ideyadan beryaptilar. Mana shu hamma tomonda stelaj bo'ladi. O'rtada yana ikkita stelaj bo'ladi. Orqadan devorga yopib yuboramiz. Mana bu yerda o'tirib o'qigan joylar bo'ladi. Xudo xolasa. Yana bir narsa ko'rsatasiz, o'zingizga bitta beramiz dedik. Qani? Ya'ni men Shokir akaga qilib berdik. Shunaqa mahorat bermoqchimiz. Qoyil. Ya'ni bu yerda bir kitobni boshlagan sanangiz, tugatgan sanangiz va u 5-kitobni siz o'qiyotgan o'shalarda xudo xolasa muhr yasash xizmatini qo'ymoqchimiz. Uzib qolmabdi, lekin uzib qolmabdi. Va bitta uyingizda kelgan odamda endi raz o'qish niyati bo'ladigan bo'lsa, hamma o'quvchilarimiz iltimos qilamiz uyda bitta bo'sh joy qilishlarini, faqat va faqat o'qigan kitoblar bilan to'ldirishlarini inshaalloh nazorat qilamiz. Javon bo'shab qolmasmikin? Bor javoni. Haftaning eng yaxshi o'quvchilarini reytinglari chiqadi. Imkon qadar hozir prezidentimiz ham yaqinda qarorlar chiqdi, kitob o'qish va yozuvchilarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha o'sha siyosatga har tarafdan to'g'ri kelaveradi. Bu hali hammasi emas, a? Bu inshaalloh boshlanishi. Haqiqatan qiziqayotgan bo'lsanglar, mana shu yerda O'zgaraduyda joylashgan joylar 1-fevraldan xudo xolasa ishga tushadi. Biz harakat qilamiz. Kelib, kitob o'qib, boshqalarning o'qishiga sababchi bo'lib, kitob o'qish madaniyatini shakllantirib, choy, kofelarimiz ham bor. Orqada yana ko'p yangiliklar bor, ularni keyin aytamiz. Xudo xolasa hissamizni qo'shadigan bo'lsak. Bu kunda taklif bo'lsa bemalol izohlaymiz. Hammasi o'qib chiqamiz. To'ppa-to'g'ri. Kommentariyada yana nima qo'shish mumkin bo'lsa, kimdadir ideyalar bo'ladi. Qachondir imkoniyatim bo'lganda kutubxona qilgan bo'lardim deb o'ylashadi. Imkoniyat bo'lmaydi, lekin yangi ideyalar bo'ladi. Yozib qo'yinglar, o'shani sizlar nomingizdan foydalanib e'lon qilishimiz ham mumkin bo'ladi. Boshlaymiz.